Uchastkani ichida okam lift qilib qo'yibdilar. Ko'p qavat emas, podvol 1, 2, 3. 3-qavatlarimizni terrasali xonadonga kelganmiz bugun. Pastga tepaga liftni tekshiryapman hozir. Liftni test qilaman. Bitta ha, tushuntirib ber, qanaqa nima? 3 sotuv. Xo'p. Shayxontohur tumani, bino kvadratura 400 kvadrat. Shofaiz, Shayxontohur tumani, Shofaiz 5 qozondan kirib keldik. Xolasiz 5 qozonda, xolasiz Ko'kcha masjiddan remontlari gap yo'q. Okam lekin prosta uchastkaga lift qo'yib qo'yibdilar-ya. Gap yo'q. Liftni ichki, zinani hech kim ishlatmasa kerak endi. Endi o'zing ko'rib qolding, hozir juda tez, pastga juda tez. Yosh katta otaxonlar bo'lsa ham udobniy. Bitta obzor qilib beraman undan. Xo'p, kiruverish bu yoqda eshigimizni, hovlimizni fasad qismi ko'rayotganingizdek travertinni toshlarigacha joylarida ishlatilgan. Kirdik, o'ng qo'limizda bu yerda bizani oshxona qismimizni bemalol ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlari bor. Bu bizani zal qismimizni mebellarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Tepada chillerning sistemalariga chiqilingan. Yo'llarga вообще gap so'z bo'lishi mumkin emas. Общий sanuzel, birinchi qavatimizda yotoqxona, zina, mana lift qarang. Shuni chaqirasiz, uy ichida bemalol terrasa qismimizga ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Keyin undan tashqari bo'lsa, bu yerda bizani orqa hovlimiz ham bor. Orqa hovliga ham yozgi oshxona qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin eng tepa qavat terrasa qismimizda yozgi oshxonalarigacha joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 3 sotiq 400 kvadratli bino Shofaiz mahallasida joylashgan. Mana shunaqa neoklassik stilda bitgan xonadonimizning boshlang'ich narxi $479,000.